Kitab-ül Hac'ni devamlı okuyatımız. 112. bab. Babul qalaid minel ahin. El-ahin degan jun degan gap, etilgan jun. El-Qari'a degan suradagi va takunul jibalu kal-ahnil manfush degandagi el-ahin shu. Ya'ni etilgan jun demakchi. Ashda jundan hajga qurbonlik qilib mangan mollarninki bo'yinlariga qiloda yasash to'g'risida demakchi ekan. حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قتلت قلائدها من عهن كان عندي. bizga Amr ibn Ali so'zlab berdiki, bizga Muoz ibn Muoz so'zlab berdiki, bizga ibn Avn Qosimdin. Yani bu Qosim ibn Muhammad yetti faqihninki şu öz vaqtidagi Madina Munavvaradagi yetti faqihning birisi bo'lgan Qosim ibn Muhammad. Bu Qosim Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhadan uni mundaq deganligini so'zlab bergan. Men osh qurbonlik molninki qirodalarini, ma qalaidahadiki ha almash muannas kelganligi uchun osh qurbonlik mollarninki qirodalarini demakchi. Jundin ish bergan edim. Mening yanimdagi jundin demakchi. Endi babu taqlidin na'l. Qurbonlik molga oyoqni isib qo'ysin bo'lamdi. Mesela burada ekan shu oyoqni isib qo'yish haqida. حدثنا محمد أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. bizga Muhammad so'zlab berdiki, bizga Abdul A'la ibn Abdul A'la Ma'mardan, u Yahya ibn Abi Kasirdan, u Ikramadan, u Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq xabar bergan. Haqiqatan Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam bir to'gini haydab ketayotgan kishini ko'rib qilib, uningga minib olgan degan edi. U kishi bu badana, ya'ni hajga yapmangan to'ga degan edi. Payg'ambar alayhisalom yeni minib olgan deb gapini takror dedi. Qala yetti ravi mushadisni rivoyat qilib bergan Abu Hurayra, men u kishininki ash to'gisiga minayotgan holatini ko'rgan edim. Minib ketayotgan holatini ko'rgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan teng mangan holatda minib ketayotganligini ko'rgan edim. Payg'ambar alayhisalom minib olgandan keyin minibapti. Shu payg'ambar alayhisalom bilan billa ashta mangan edim ekan. Halbuki uning to'gisining bo'ynida oyoq bor edi. Qurbonlik qilmagan to'gi bo'lgan ekan. Tabi'ahu Muhammad ibn Bashar. Bu hadisni Muhammad ibn Bashar Ma'marga o'xshash rivoyat qilgan edi. Tabi'ahu deki hu olmash Ma'mar degan muhaddisga ravi qaytirgan. Bizga yana Osman ibn Umar so'zlab berdiki, bizga Ali ibn Muborak Yahyadan, u Ikramadan, u Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yana mushadisini xabar berganmish. Endi 114-bab. Babul jilali lil budni. Qurbonlik qilmoqqa to'gilarga yupiq esib qo'yish haqida. Ibn Umar radhiyallohu anhuma yupiqdan faqatla luqsning o'rnini yetatdi deydi. Shu qurbonlikqa hajga ib kelgan to'gini bo'g'izmoqchi bo'lgan chog'da, so'ymoqchi bo'lgan chog'da, bo'g'izlab so'ymoqchi bo'lganda luqsning o'rnini yetib o'tir ekan to'q. Va idha naharaha, agar ma la yashqu min al-jilali illa mawdi'a as-salam degan ma bo'g'izlashning ilgirki holatni ko'rsatgan. Endi bo'g'izmoqchi bo'lgan chog'da uning yopiqini elib o'tadi deydi. Nimishqa desa, qonning uyani bulg'ab qo'yishdan qo'rqqanligi uchun. Ondan uni ash yopiqni sadaqa o'tadi deydi. Endi 1707-hadis. Bizga Qabisa so'zlab berdiki, bizga Sufyan ibn Abi Najhdan, u Mujohiddan, u Abdurrahman ibn Abi Layladan, u Ali radhiyallohu anhudan uning mudafiyligini so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'gilarining yupuqlarini men bo'g'izgan
Her kılgan tövgelerin yokutlarını sadaka, yokutlarını ve onun terilerini sadaka yetişimde buyurgan idi deydi. Demek şu kurbanlıkka ipkeyen tövgelerini ecdi kurbanlık kılış için. Yokluk yapıp elip geliş sünnetken. Endi babu men ishtara hadiyahu min at-tariqi ve qallataha. Kurbanlık kılmak çoğun meleni Mekke'yi kelibetip yolda setip algan ve onunla kilada asqın kişi hakkıdır. Çokum özün yütüdün ipkili şart emas, şu yoldan setip alsın boludu degan ma'no chiqdi bundan. 1708 hadis. Bizga İbrahim ibn al-Munzir so'zlab berdiki, bizga Abu Zamra so'zlab berdiki, bizga Musa ibn Uqba Nafi'tin uning mundoq deganligini so'zlab berdiki, İbn Umar roziyallohu anhu Ama hajjatul Haruriye. Harurilarninki Haruriylar meydan kelgan vaqtda haj qilgan yilnisi İbn Zübeyir roziyallohu anhu'niki davrida deydi. Shu yili haj qilishni iroda qildi. Uning deyildiki innan nasa kainun baynahum. Kishilar bo'lsa ularning orasida hozir urush talash bo'layotgan mezgil. Biz sizlarni haramga kirishdan to'sib qo'yishidan, ularning sizni haramga kirishdan to'sib qo'yishdan qo'rqiymiz deganda u dediki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Albatta Allohning payg'ambarida yaxshi ulgu bor sizlar uchun. Agar shunday bo'lib qolsam, men Rasululloh qilgan o'xshash qilaman deb kelib, ushidukum anni awjabtu umra. Men sizlarga guvoh qilmanki, men umr qilishni o'zimga vojib qildim dedi. Dastlabda umr qilishni o'ziga vojib qilib bo'lib, Baydo degan joyga kelgan vaqtda Zohirul Baydo degan shu Baydoning o'ziga bu Baydo degan shu Makka bilan Madina o'rtasidagi joy ekan. Qandaq qilgansini balam bu ichirgan unmay. Ovozni aytib o'taman ovozni. Hatta idza kana bi Zohirul Baydo. Shu Baydo degan joyga kelganda dediki Ma sha'nul hajjul umrat illa wahid. Hajjulun umrning ishi faqat birdir. Ayırgan narsini. Akşamlıqqa yatadigan vaqtda ashni bir o'toldirib qo'yapti. Ovozni aytib olsanglar bo'ldi, ovozni. Hajjulun umrning ishi faqat birdir dedi. Endi shu hajga va umrga tang ihrom bog'di demoqchi. Baydo degan joyga kelgan chog'da. Dediki, ushidukum anni jama'atu hajjatan ma'a umra. Men sizlarga guvoh qilmanki, men umr bilan birga haj qilishni jami qilaman, umr qilib hajmi qilaman dedi. Va ahda hadiyan muqalladan ishtirahu hatta qadima. Hatta ku qilada esilgan bir hadini qurbonlik molni setib oldi. Qurbonlik molni epmadi. Setib olgan uni yo'ldan. Hatta ku Mekke'ye yetib keldi. Mekke'ye yetib kelgan kim Beytullohni tavob qildi va Safa Marvaning orasida sa'i qildi. Va uningga ziyorat qilmadi. Ziyorat qilmadi degan shu chash tushamidi demakda. Va lam yahlil min shay'in haruma minhu hatta yawm an-nahr. Toki nahr kunisi, Zulhijjaning 10-kuni kelganga qadar ihrom bog'lab, harom bo'lgan ishlarning hech qaysini o'ziga halol sanamadi dedi. Yani ihromdan chiqmagan lekin halol bo'lmaydi. Zulhijjaning 10-kunisi qurbonlikni qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqibdi, faharaqa va nahara. Ya'ni chashni tushadi va to'ygisini qurbonlik qildi va dediki an qad qada tawafahu lil hajj wal umra bi tawafihi al-awwal. O'zining dastlabki qilgan tavof bilan haj va umraning tavofini ado qilib bo'ldim deb qaraydi o'zi. Yani dastlabki qilgan tavofi haj bilan umraning tavofi deb qaraydi demoqchi. Tavafil ifazi ayrım. Tavafil ifazini Zulhijjaninki 10-kunisi qurbonlik qilib bo'lgandan keyin qilish kerak. Ondan dediki, shunga o'xshash Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan edi. Ma'adisga binoan shu qurbonlik qilmoqchi bo'lgan molni, hajda qurbonlik qilmoqchi bo'lgan molni yo'lda setib olsin bo'ladi demoqchi. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن.
bir kişinin ayollarının namıdın ula buyurmagan bolsa mı kurbanlık bu şekilde yani. Kanı boğazı şekilde. Bizge Abdullah ibn Yusuf sözlep berdiki bizge Malik Yahya ibn Said'in o Emre bin Abdurrahman'dın. Onun mundaq deganligini xabar bergen. Ben Aşa raziyallahu anha'nın mundaq deganligini anlagan edim. Biz Zulqa'daninki Zulqa'daga 50 dakika min Zulqa'da deydi. Zulqa'danın 5. günüsü Zulqa'dan 5 gün qilib qolgan degan shu Zulqa'dan 4. kunisini başlaymiz. Zulqa'daninki 4. kunisi yakın ma gapni xato debdiman ha. Nixamsin baqina min Zulqa'da la nura illa al-hajj. Madina Munawwaradan yo'lga chiqqan vaqti Zulqa'daning 5 qilib qolgan chog'da degan Zulqa'day oxirchilig'iga 5 kun qilib qolgan chog'da demoqchi. Zulqa'daninki 25. kuni bo'ldi, shundaqdi. 25 yoki 24. kunlar bo'ldi. Shu Zulqa'dagi oxirchilig'iga 5 kun qolgan chog'da Madina Munawwaradan yo'lga chiqdik. La nura illa al-hajj. Hajni faqat haj qilamiz degan maqsadda shuna chiqqan edik. Biz Makkaga yaqinlashgan chog'da buyurdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men lam yakun ma'ahu hadyun idza tafa wa sa'a bayna safa wal marwa an yahilla." Yani qurbanlik malni bil epkemagan kishilarni Baytullohni tavob qilib va Safa Marvada sa'i qilib bo'lgandan keyin ihramdan chiqib ketishga buyurdi. Dediki Aisha radhiyallohu anha fadukhila alayna yawman nahri bi lahmi baqar. Nahr kunisi bo'lgan chog'da, ya'ni Zulhajning 10. kunisi bizning yanimizga bir qalining go'shi kirgizilgan edi. Men bu nima desam, etti nahara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an azwajihi. Payg'ambar alayhissalom ayollarning nomidan bu qalini qurbonlik qilgan deb shunday dedi. Etti Yahya fadakartuhu lil Qasim. Men bu hadisni Qasimga zikr deb bersam, Qasim dediki atatki bil hadisi ala vajhihi. Hazreti Ummul Müminin Ayşe radhiyallahu anha bu hadisni o'zining yo'li bo'yicha san so'zlab turibdi dedi. Endi babun nahri fi manharin Nabiy sallallohu alayhi vasallam bi Mina. Payg'ambar alayhisolamningki Minada qurbonlik qilgan joyining o'zida qurbonlik qilish haqida. Nahr degan odatda shu to'yga qurbonlik qilishga ishlatildi ekan. Dabhun deb kelsa, shu qo'y qurbonlik qilishga ishlatildi. Qo'y boqishga. 1710 hadis. Bizga Ishoq ibn Ibrohim so'zlab berdiki, bu Xolid ibn al-Harisdan mundaq anlagan. Bizga Ubaydulloh ibn Umar Nafi'dan mundaq so'zlab bergan. Haqiqatan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma fil manhar, shu manharda Minadagi qushxonada mal bo'g'izgan edi. Etti Ubaydullah. Bu qaysi manhar desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurbonlik qilgan joyini ko'rsatdi demoqchi. Shu joyning o'zida qurbonlik qilgan. Lekin qurbonlikni shu Minada cho'qim shu payg'ambar alayhisalom qilgan joyda qilish shart emas ekan. Ashar qilsa yaxshi. Lekin Minaning boshqa joylarida qismi durust bo'ldi. Bizga İbrahim ibn al-Munzir so'zlab berdiki, bizga Anas ibn Iyaz so'zlab berdiki, bizga Musa ibn Uqba Nafi'dan mundoq so'zlab bergan. Haqiqatan Ibn Umar radhiyallohu anhuma kana yab'asu bi hadihi min jam'in min akhir al-layl. U o'zining qurbonlik minini Muzdalifadan kechining oxirida avatgan edi. Muzdalifadan Minadagi qurbonlik qilgan joyga avatibdi. Hatta yudkhala bihi manharun nabi. Yani yudkhala degan majhul kelgan. Bunun naib ayli manhar. Yani Payg'ambar alayhisolamning qurbonlik qilgan joyiga kirgizildi demoqchimdi. Aşağıda ilip verildi. Hacılar bilan birga. U hacılarning ichida hur odamlar bor edi, qullar bor edi. Shu hur kishilar va qullarni o'z ichiga olgan shu hacılar bilan birga Payg'ambar alayhisolam qurbonlik qilgan shu qushxonaga o'zining qurbonligini avatgan edi demoqchi. Bu İbn Umar radhiyallohu anhu shu Payg'ambar alayhisolamning sherkatlarini shu o'z peti ergishib qilaman deydigan hisob bo'lg'achqa butun hayotida
shu bo'yicha yo'l tutmagan ekan. Babu men nahara hadiyahu biyadihi. 118 bab. Qurbonligini o'z qo'li bilan bo'g'izgan kishi haqida deydi. Bizga Sahl ibn Bakkar so'zlab berdiki, bizga Vuhayb Ayyubdan, u Abu Qilabadan, u Anas radhiyallohu anhudan mundoq so'zlab bergan. U Anas hadisini zikr qilib mundoq dedi. Va nahara Nabiy sallallohu alayhi vasallam yadihi sab'a budnin qiyaman. Payg'ambar alayhissalom o'z qo'li bilan 7 to'gini, osh to'gilarni o'rtug'izgan holatda bo'g'izgan edi. Madina Munawvarada mingizlik ola ikki qo'shqorni qurbonlik qilgan edi deydi. Muxtasaran degan hadisni mushta qisqacha zikr qilib berdi demoqchi. Anas radhiyallohu anhu bu hadisni mushta qisqacha so'zlab bergan. Uni babu nahril ibli muqayyadatan. To'gini putlarini bog'ilgan holatda bo'g'izlash haqida. Bizga Abdullah ibn Maslama so'zlab berdiki, bizga Yazid ibn Zur'a, Yunus ibn Ziyad ibn Jubayrdan uni mundoq deganligini so'zlab bergan. Men Ibn Umar radhiyallohu anhu'ninki mundoq holat qilganligini ko'rgan edim. Ata ala rajulin qad anaha badanatahu yanharuha. Yani to'gisini cho'ktirib bo'g'izlayotgan bir kishining yoniga kelib mundoq degan edi. Ib'asha qiyaman muqayyada. To'gangni qo'zg'atdin, o'rtug'izib putlarini tushgan holatda, putini bog'lagan holatda işte qo'zg'atgan. Basharat bu bo'g'izlar demoqchi. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatidir deydi. Endi Shu'ba Yunusdan rivoyat qilib, menga Ziyad mushahadisini xabar bergan debdi. Endi 120 bab. Babu nahril budni qoimatan. To'gilarni o'rtug'izgan holatda bo'g'izlash haqida. İbn Umar radhiyallohu anhu mundoq degan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnati. İbn Umar radhiyallohu anhu dediki, savaffa degan oyatdagi oshi gap qiyomat degan ma'noda, to'gilarni o'rtug'izgan holatda degan ma'noda demoqchi. Uni 1714-hadis. Bizga Sahl ibn Bakkar so'zlab berdiki, bizga Vuhayb Ayyubdan, u Abu Qilabadan, u Anas radhiyallohu anhudan uni mundoq deganligini so'zlab bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina Munawvarada peshinni 4 rakat o'qidi. Yani Zulhayfa kelgan vaqtda asrni 2 rakat o'qidi. Undan keyin shu Zulhayfada qunib qoldi. Tong otgan chog'da to'gisiga mindi. To'gisiga minib bo'lib, tahlil etishga va tasbih etishga boshladi. Ehram bog'lab shu vaqtning o'zlamda tahlil etgan gap. To'gisiga mingandan keyin tahlil degan tahlil tasbih etish boshladi deydi. Falamma ala al-bayda'i labba bihima jami'an. Yani bayda degan joyga kelgan chog'da bu ikkisiga tang talbiya etdi deydi. Hajga va umrga tang talbiya etdi. Yani Makkaga kirgan vaqtda bo'yladi sahobalarni ehramdan chiqib ketishga. Qurbonlikni etganmagan sahobalarni shu ehramdan chiqib ketishga buyurgan ekan. Va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z qo'li bilan 7 to'gini o'rtug'izgan holatda bo'g'izgan edi. Madina Munawvarada mingizlik ola 2 qo'shqorni qurbonlik qilgan edi. Demak, shu to'gilarni bo'g'izgan vaqtda o'rtug'izib bo'g'izlash sunnat ekan. Endi 1715-hadis. Bizga Musaddad so'zlab berdiki, bizga Ismoil Ayyubdan, u Abu Qilabadan, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan uni mundoq deganligini so'zlab bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshinni Madina Munawvarada 4 rakat o'qidi, asrni Zulhayfada 2 rakat o'qidi. Ayyubdan rivoyat qilinishicha, u bir kishidan, u Anas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom Zulhayfada tamatgan qadar ashada qo'ndi, undan bomdadimiz o'qib bo'lib to'gisiga mindi. Bu to'yga Bayda degan joyga kelgan vaqtda Aşağıda Peygamber Aleyhisselam ömürge ve hacge tam niyet kılıp terbiye etti deydi. Babun la yu'til cezzare minel heddi şey'en. Kasapqa kurbanlık maldan hiç neyse verilmeydiğinlik hakkında. Hiç neyse berse bulmaydiğinlik hakkında demişti.
Bizga Muhammad ibn Kasir so'zlab berdiki, bizga Sufyan xabar berib dediki, menga ibn Abi Najih Mujohiddan, u Abdurrahman ibn Abi Layladan, u Ali radhiyallohu anhudan uning mundoq deganligini xabar bergan. Avatda meni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men to'g'larning yiniga berib, to'g'larning yiniga bordim. Uningki payg'ambar alayhisalom meni buyurgan edi, men shu to'g'larning go'shtlarini taqsim qildim. Ondan yana buyurgan edi, men u to'g'larning yupuqlarini va terlarini taqsim qilib etdim. Sadaqa o'tgan. Qassobga bir narsa bermagan emas, bo'g'izgan. Bu qassob kim bo'lsa Ali radhiyallohu anhu o'zi. Payg'ambar alayhisalom o'zim bo'g'izlab shu bir qismini shu Ali radhiyallohu anhuga bo'g'izlashga buyurgan ekan. Shu qassob shu Ali radhiyallohu anhu o'zi. Ali radhiyallohu anhu shu qurbonlarning go'shidan terlardan hech narsa ilib olmagan demoqchi deb beradi. Hech narsa ilib olmagan ekan, qassobga bir narsa bas bo'lmaydi demoqchi. Niyeti Sufyan, bana Abdülkerim Mücahit'ten, u Abdurrahman ibn Abi Leyla'dan, u Ali radhiyallohu anhu'dan onun mundoq deganligini so'zlab bergan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni buyurgan edi, men to'g'larning yiniga bordim, va la u'ti alayha shay'an fi jizaratiha. Bermedim ben şu to'g'lar qarta uni bo'g'izganlik qarta hech narsani bermedim. Ay bo'g'izganlik qarta bana hech narsa olmadim demoqchidim, o'zi bo'g'izgan bo'lgan ekan. Yoki Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan Ali radhiyallohu anhu pichoq surgan. Pichoq surib qon yiqqan kishi mush ikkisi, ikki aylanimda. Uni so'ygan sahobalar boshqa sahobalar bo'lishi mumkin-da endi. Mana hozir boshqa sahobalarga shuni so'yishga hamkorlashgan boshqa sahobalarga hech narsa berilmagan demoqchi berildi. Endi birinchi ikkinchi bab. Babun yutasaddaqu bi jurudil hadi. Qurbonlik malning terlari sadaqa qilinayotganligi haqida. Bizga Musaddad so'zlab berdiki, bizga Yahya ibn Jurayjdan uning mundoq deganligini so'zlab berdiki, menga Hasan ibn Muslim va Abdulkarim al-Jazari xabar berdiki, Mujohid shu Hasan ibn Muslim bilan Abdulkarim al-Jazari ikkisiga mundoq xabar bergan. Abdurrahman ibn Abi Layla u Mujohidga mundoq xabar bergan. Haqiqatan Ali radhiyallohu anhu u Abdurrahmonga xabar berdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u Ali radhiyallohu anhuni to'g'larning yiniga berib, u to'g'larning hammasini taqsim qilib o'tishga buyurgan edi. Uning go'shtlarini, terlarini, yupuqlarini. Uni bo'g'izlagan, oshni so'yganlikqa qarta, so'ygan qassoblarga qarta hech narsani bermagan edi. Wala yu'ti fi jizaratiha shay'an. Endi babun yatasaddaqu bi jilalil budni. To'yning yupuqlarini sadaqa qilib o'tish kerakligi haqida. 1718 hadis. Bizga Abu Nuaym so'zlab berdiki, bizga Sayf ibn Abi Sulaymon so'zlab berib dediki, men Mujohidning mundoq davatqanligini anlagan edim. Menga ibn Abi Layla so'zlab berdiki, Ali radhiyallohu anhu ibn Abi Laylaga so'zlab berib mundoq degan. Ahdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam 100 badana فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. Peygamber Aleyhisselam 100 tögünü hacda kurbanlık kıldı. Onun için meni şu tögünün göçlerini taksim kılıp etişke buyurgan idi. Ben tögünün göçlerini taksim kılıp ettim. Ondan onun yupuqlarını taksim kılıp etişke buyurgan idi. Ben onun yupuqlarını taksim kılıp ettim. Yani sadık kılıp ettim deyin gepte benim. Taksim kılıp şu sahabeyi takip etkendikin şu sadık kılıp etken sadıkının hükmeti buladım. Ondan onun terlerini sadık kılıp etişke taksim kılıp etişke buyurgan idi. Onun terlerini taksim kılıp etti. Şu sahabeyi takip etkendikin. Allah Teala emmeyne gemen tathirim ve taqsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillah.